Jannatda ham Qur'on o'qiladim degan. Albatta. Jannatda o'qilsin-da Qur'on. Bunga dalil. Alloh Ar-Rahmandir. Allohning o'zi Ar-Rahman, Allohning o'zi Ar-Rahimdir. U jannatga kirganimizda, masalan, men haqiqatda eng jannatga kirishlikdagi birinchi o'sha shavqim, men shu tezroq kirsam-u deyman o'zim. Bu vali zot ekan, bu savolni bergan zot. Alloh aziz qilsin bu zotni. Men doim jannatga mushtoq bo'laman. Nima uchun bilasizmi? Alloh shohiddir. Mana Ramazon arafasidamiz. Shu tezroq kirsam-u, hatto u anhor, u qasrlariga men e'tibor qilmayman. Alloh shohiddir. Kirsam-u, Hazrati Ubay ibn Ka'bni masalan qiroatlarini eshitsam, qanday qiroati deyman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroatlarini eshitsam deyman. Qanaqa qiroat bo'lganda? Hatto men tushlarimda ko'p duo qilaman, lekin gunohimizdir, bir amalimizda zaiflikdir, hech ko'ra olmayapmiz. Rasulullohni hatto tushlarimizda ham qiroatlarini eshitsaydik degan dunyolarda umidda yashayapmiz. Endi uyatga kirganimizdan keyin eshitamiz. Abdulloh ibn Mas'udni eshitamiz. Zayd ibn Sabit al-Ansoriylarni eshitamiz. Ubay ibn Ka'bni eshitamiz. Qancha o'sha qurro sahobalar, Huzayfatul Yamanni o'zlaridan Hazrat Abu Bakrni aytadilar, sahobalar Hazrat Abu Bakr Qur'on o'qiganlarida shunaqangi tadabbur bilan, shunaqangi e'tibor bilan o'qiganlaridan jigarlari erib, xuddi kabob bo'layotganday jigarlaridan bir hatto hid kelardi. Nega? Shu Qur'onga berilib ketganlaridan. Hazrat Abu Bakrlarning qiroatlarini eshitamiz. Eng afzali payg'ambar alayhissalatu vassalam, balkim Davud alayhissalatu vassalamni zaburlarini eshitamiz. Zabur Davud alayhissalatu vassalam.